Sharqiy Janubiy Osiyo qaynayotidi. Dilyor Musabay. Bu yozma Tangirtog köşesida 2020-yil 4-oyning 28-kuni e'lon qilingan. Dunyo iqtisod ta'minot zanjiri va har qaysi davlatlarning sahiyya sistemalarining Xitoy Wuhan virusining ta'sirida palach yolg'i kelishi bilan dunyo siyosatining asosli o'yin qurg'uvchi davlatlarning ko'pinchisi ichki masalaga markazlashib qolgan bu kunlarda Sharqiy Janubiy Osiyoda intayin keskin yuzlashishlar va har qaysi davlatlar qarshi tarafning irodasini sinaydigan xatarli hodisalar yuz berishga boshladi. Boshda Tayvanning chegarasini Xitoyga taqilishi sababli Xitoy Wuhan virusining zenini eng tuban nuqtaga tushirilishi bilan shakllangan yumshoq kuchga qarshi Xitoy tarafdan Tayvan bo'g'izida askariy midirlashlar ko'rilgan edi. Bu yil martda Amerika bir destroyer sinfi urush paraxtini Tayvan bo'g'izini o'tkazish orqali buningga javob qaytargan bo'ldi. Keyincha Malayziyaning dengiz osti boyliqlarini izlash doirasini kengaytirish sababli Janubiy Xitoy dengiziga 9 siziqliq iqtisodiy taraqqiyot doirasi sizib olgan Xitoy bilan ikki davlat harbiy paraxtlari qarama-qarshiga keldi. Va tezla Amerika, Avstraliya, Vyetnam qatorliq davlatlarning harbiy paraxtlari bu qarshilish sifiga qo'shildi. Bu yerda diqqat qilish tegishli nuqta Amerikaning bu qarshilish yuz berayotgan rayonga yaqin hech bir aviamatkasining bo'lmasligidir. Asli bu vazifani o'rnash kerak bo'lgan Amerika aviamatkasi USS Theodore Roosevelt qavg'aslarining 3-2sida Xitoy Wuhan virusi payqalganligi sababli Guamdagi harbiy bazada to'xtatib qo'yildi. Va kema kapitani o'zimi virus bilan yuqumlanganligi sababli vazifasini olib tashlandi. Amerikaning mazkur qarshilish maydoniga eng yaqin aviamatkasi Yaponiyaning Okinawa orolida bo'lib 1500 mil uzoqlikdadir. Navbatda rayonda Amerikaning bir amfibiyas hujum paraxti va 2 destroyer sinfi urush paraxti bilan bir Avstraliya destroyer moslashib harakat qilayotgan bo'lib, alohida diqqat tortilgan ojizlik dal paraxtlarning sonidir. Hozirgi son sifrlarga asoslanganda rayondagi har bir Amerika paraxti beshiga 5 Xitoy paraxti to'g'ri keldi. Bu qarshilashishda Amerikaning ojiz nuqtasi jo'g'rafiya bo'lib, harbiy ta'minot liniyasining uzun bo'lishi va harbiy kuch yetkilish sur'atining osti bo'lishiga sabab bo'ladi. Ba'zi tadqiqotchilar navbatdagi ahvolning tarixda ko'rilgan bir hodisani eslatganligini ta'kidlayotgan bo'lib, eng yomon ssenariyda yuz beradigan voqeani mo'ljallashda eslatma shaklida buni voqeani sunmoqda. Aynı zamanda Yevropada Germaniya bilan bo'g'ishayotgan Britaniya 1941-yili Sharqiy Janubiy Osiyoda tahdid shakllantirayotgan Yaponiyaga mayda ko'rsatib qo'yish maqsadida 2 destroyer sinfi paraxtini rayonga avatgan. Yaponiyaning aybisini yerga urish maqsadida avatilgan mazkur 2 urush paraxti rayonga yetib kelib, 5 kundan keyin Yaponiya Pearl Harborga hujum qilgan va Amerikaning Tinch okean filosini ig'ir zahmatga uchratgandan keyin uzun o'tmayla Britaniyaning bu kemalarini cho'ktirib etgan. Gerçi bular cho'qim yuz beradiganligi aniq voqealar bo'lmasdan, balki eng yomon ssenariy hisoblashi bo'lsa-mu, ammo Amerikaning rayonda Xitoy tarafga ishkillab kirgan paraxtlarning yolg'iz qilishi, havo yordamining bo'lmasligi, Xitoyning urush paraxti soni jihatdan 1 ga 5 ustunligi qo'shib quruqlikdan dengizga qo'yib beriladigan boshqarilgan bombalarning tahdidi qatorliqlarni hisoblaganda bu qitim Amerikaning rayonda Xitoyga qarshi eng ojiz tushgan vaqtidir. Bundan boshqa Shimoliy Koreya diktatori Kim Jong-unning salomatlik ahvoli to'g'risida chiqayotgan gap so'zlar masalani tuxumi xatarlik taraflarga tortib Kim Jong-un o'lgan bo'lsa, hokimiyatning otidan baliq qoldigan xandonlik sistemasidagi Shimoliy Koreyada Kim Jong-unning o'rniga kimning chiqishi yana bir muhim masaladir. Kuzatuvchilar Kim Jong-unning singlisi Kim Yo Jongning hokimiyat boshiga chiqishi mumkinligini o'ttirib qo'ymoqda. Ammo hokimiyat almashish jarayonining tinch shaklda olib borilishi uchun har qaysi tarafdagi siyosiy kuchlarning Kim Yo Jongning rahbarligini qabul qilishi intayin muhim halqidir. Agar Shimoliy Koreya siyosatidagi boshqa kuchlarning uning hokimiyatga chiqishiga qarshi chiqadigan ahvol yuz bersa, uning qo'llovchilarining vaziyatning taraqqiyotini qanchalik kontrol qila olishi rayonning kelgusi uchun intayin muhimdir. Agar huquq talish kuchayib ketib vaziyat kontroldan chiqib ketsa, Xitoy bilan Amerika masalaga aralashishga majbur qoladi. Bu ahvolda Xitoy bilan Amerikaning kelishib kelisholmasligi intayin muhim nuqta bo'lib qoladi. Agar o'rtaq bir kandidat ustida kelisha olsa, masalani tinch hal qila oladi. Agar kelisholmasa, Shimoliy Koreyada ichki urush chiqish ehtimoli paydo bo'ladi. Bu ahvolda Amerika janubdan, Xitoy bo'lsa shimoldan ta'sir ko'rsatadi. Rayonning bexatarligi uchun Amerikaning qilish kerak bo'lgan muhim ish Shimoliy Koreyaga askar kirgizib, yadro qurollarini kontrol ostiga olish bo'lib qoladi. Ko'plagan tadqiqotchilar ozlayotgan nopusning ko'pi g'arb rayonlarida yashaydigan Rossiyaning sharq qismlariga Xitoy tarafidan shakllangan tahdid sababli oldimizdagi 10-20 yil ichida ikki davlat munosabatlarining yiriklashadiganligini o'ttirib qo'yib kelmoqda. Bu nuqtadan qaraganda Trump bilan Putinning 25 aprel
İkinci Dünya Uruşuda Amerika Sovet kısımlarının natsist Germaniya karşı birlik sep kurganlygynın hatyry günde ortak bayanat berişi alayda diqqat tartdy. Kelgüside nime boldyganlygyny bilmeýiz. Emma kelgüsdeki hadiselerini mölçerleýäleýiz. Halkara münasibetler sahasynyň realist ykymylyk tadqiqatçylar uzundan beri testedus tozuky nazariýasy boýunça Xitay bilen Amerikanyň garmy-garşylygy kildiganlygyny we angyça Xitay-Rus münasibetleriniň ýerikleşdiganlygyny oturup goýup gelgen bolup, ularnyň mölçerdiki zaman üçin ýene 15-20 ýyl bar idi. Undaqda, bugün ýüz berýän wakalar mezgul mölçerleriniň togry çykydiganlygynyň ifadesimi? Xitay Wuhan virusy mezgul mölçerde oturup goýulgan senariyolarynyň ämeliyleşiş sürütini aldygy sürüwetdimi? Bularny hemmemiz birlikde göremiz. Bizning qilishimiz kerak bolgany Benjamin Franklinning "Taýýarlyk qilishda maglup bolsaň, maglup boluşga taýýarlyk qılıpsan" sözüni idrak qilişdir.